Tarbiyadagi eng katta xatoliklarni va tarbiyadagi ish bermaydigan usullarni hali ham ishlatishadi ota-onalar. Bolasini haqorat qiladi, shaxsiyatiga tegadi, uradi, so'kadi, telefonni tortib oladi, jazolaydi, xonaga qamab qo'yadi, maktabdan mahrum qiladi, kamsitadi. Arazlab oladigan ota-onalar bor bolasidan. Bola tushunmaydi-ku nima bo'lyapti. U chunki hali katta hayotga moslashmaganda, men aytamanki, bolalarni urib tarbiya qilib bo'lmaydi. Ya'ni kommentariyaga yozishadi, biz ham o'lgudek kaltaklashgan, biz ham o'lmadik-ku deb yozishadi. Deb aytamanki, nevrozing yo'qmi sani deyman. Sog'lig'ing joyidami deyman, psixikang joyidami deyman, asabiylashmayapsanmi desam, yo'q, asabiylashib ketaman, unaqa. Kasal ota-ona bolani kasal qiladi. Kasal bola jamiyatni rivojlantirmaydi. U jamiyatda o'rnini topolmaydi, u kasbini topolmaydi, u hunarini topolmaydi. Kasb topmadi, hunar topmadi, ertaga pul topolmaydi. Nima qiladi? Yana o'sha muammo ota-onani bo'yniga tushadi. Voy, tushuninglar deyapmiz, ota-onalar ilm olishinglar shart. Ota-onalikka o'zi bitta katta ilm.